Sudanning oddiy oilasidan chiqqan va hozirgi kunda Forbes ro'yxatiga kirgan va boyligi 1,2 milliard dollarga teng bo'lgan Muhammad Ibrohim haqida eshitganmisiz? U bolaligini Sudanning shimolidagi qishloqda o'tkazgan. U yerda elektr deyarli yo'q, suv yetishmaydi, maktablar esa zamonaviy emas. Uning oilasi boy emasdi, lekin uni ota-onasi ilm bilan ulg'aytirish uchun borini berishgan edi. Mo o'zini mehnati bilan Misrdagi Iskandariya universitetida o'zi yoqtirgan sohasi, ya'ni elektrotexnika bo'yicha bakalavr o'qigan. So'ng Buyuk Britaniyaning Bradford universitetida magistraturasini tamomlagan va nihoyat Birmingham universitetida telekommunikatsiya yo'nalishi bo'yicha 1980-yilda PhD darajasini qo'lga kiritdi. Ta'limdan so'ng Buyuk Britaniyaning telekom kompaniyalarida ishlaydi va katta tajriba orttiradi. 1998-yilda u Afrikaga qaytib keladi va u yerdagi aloqa muammolarini ko'rib Celtel kompaniyasiga asos soladi. Celtel qisqa vaqt ichida 14 ta mamlakatda faoliyat yuritdi va millionlab odamlarga birinchi marta mobil aloqa imkonini berdi. Keyinchalik kompaniya 34 milliard dollarga sotildi. Mo esa Forbes milliarderlar ro'yxatiga kirdi. Undan tashqari u Mo Ibrahim Foundation'ini tuzdi. U Afrikadagi halol rahbarlarni mukofotlash orqali qit'a kelajagiga hissa qo'sha boshladi. Bu mukofot hattoki Nobeldan kattaroq mukofot puliga ega. Mo Ibrohim hikoyasi bizga nima beradi? Tug'ilgan joyingiz orzularingizni cheklab qo'ymasin. Agar sizda ishonadigan insonlar bo'lsa, o'qish imkoniyati va o'zgarish yaratish ishtiyoqi bo'lsa, siz ham albatta dunyoni o'zgartira olasiz. Qilayotgan ishingizga bo'lgan muhabbat va ta'lim bu dunyoni o'zgartirishning eng kuchli quroli.